Farzandiga Qur'on yodlatganlarga 70 ming qirrali toj berilar ekan. Har bir qirrasida gavhar bo'lar ekan. Agar u gavharni nurini, ninani uchchali dunyoga chiqariladigan bo'lsa, hamma yo'qni so'litib qo'yar ekan. Va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt-ravon berilar ekan. Meni ham otam bilan onamni oldilariga 70 ming qirrali har bir qirrasida gavhari bo'lgan va nurdan bo'lgan taxt-ravonni olib kelib, mukofot qulluq bo'lsin deysa, muborak bo'lsin deysa, otam bilan onam, meni farzandlarim Qur'on yodlamagan. Bu farzandlariga Qur'on yodlatganlarning mukofoti. Adashyapsizlar, oboringlar deysa, Alloh taolo tarafidan sizni falonsani, falonchi qizing sizlarga bildirmasdan Qur'on yodlagan edi. Shuni mukofoti desa, otam bilan onamni ko'zidan xursandchilik yoshini oqishini xohlayman.